La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Aşhadu la ilahe illalloh va aşhadu Muhammad abduhu va rasuluhu. Bugun bitta Abdulla Zufar degan kurrachaga raddiya beramiz. Nima uchun? U kishi Ol Imron surasi 7-oyatda sayroy mullalari unaqa deydi, mutashabbih oyatlarga, muhkam oyatlarga turib, mutashabbih oyatlarga ergashadi deyapti. Ya'ni nimada Allohning masalan qul huvallohga yakkaligi ham aytilganda, keyin ko'p joylarga biz deyilgan. Hozir 7-oyatda o'qiylik. Bismillahirrohmanirrohim. U senga kitobni tushirgan zotdir. Unda muhkam oydin oyatlar ham bor va ular kitobning aslidir va mutashabbih oyatlar ham bor. Asli endi muhkam oyatlar shunga ergashish kerak, lekin ham bu yerga aslidir va mutashabbih oyatlar ham bor. Qalblarda hidoyatdan og'ish borlar fitna maqsadida va uni ta'vil qilish maqsadida unda mutashabbih bo'lganiga ergashadilar. Uning ta'vilini Allohdan boshqa hech kim bilmas. Allohdan boshqa hech kim bilmas inshaalloh. Ilmda sobit bo'lganlar esa unga iymon keltirdik. Barchasi Robbimiz huzuridadir derlar va faqat aql egalarigina eslarlar. Shu oyatni o'qiymiz, boshqa joyini o'qimaganim uchun shuni o'zidan gapiramiz. U nima deyapti bergan? Alvaro valbaroni bilmaydi, bular deyapti. Mo'minlar alohida bo'lish kerak, mo'minlar do'st bo'lish kerak. Yangi kofir, mana bu yevreylar, xristianlar bularni birodarimiz degan, qayergadir boshqa degan, bitta masalan Samud ham o'zini qavmini birodar degan, Solih ham qavmini birodar degan deyapti. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Mana Dabbatil Ars chiqdi, Abdulla Zufar. Dabbatil Ars chiqdida Quyosh mag'ribdan chiqishi bu. Sanga o'xshagan musurlar, ya'ni Abdulla kimdir? Sodir Samarqandiy. Abror Muxtoring hamma yoqqa o'rgimchakka o'xshaydi, masalan, u Kirilovning masalaga o'xshaydi, har yoqqa tortsang, shapata tortaversang, Misrga o'xshab tortaversang. Xalifani e'lon qilmasang, xalifaman. Nima qilish kerak? Meni maqsadim Dabbatil Ars chiqadi, qarg'aydi deylar, so'kinadi deylar. Men xalq so'kinaversam, xalqqa ham qarg'ish olib kelib, o'zimga ham qarg'ish olsam, yo seni so'kaymiz, sen endi o'limchasan, o'zing o'limchasan-da aytibsan, kofirlar deyapsan, yo masalan bular alvaro bilsan, musulmonga birodar deyapsan. Qaysi musulmon senga birodar? 73 ta firqa bo'lishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganmisalar, o'zi va'da berib qo'yganmisalar, bo'lli ham undan ham ko'p 100 ta ham firqa deyapti. Kommentariyalar ko'rib turibman, sani bular bir-birini so'kinib musring chiqyapti. Ummatda bir kartisi qilishdi, uni Abror Muxtoringa o'xshagan har kuni kuntachalab 15-20 yoshlarmi, qanaqa necha yosh bilmayman, o'sha ketdan ergashganlar so'kalar so'kinib, katapata menga yozyapti, onasini palon, utasini palon, xotinini, singlisini og'ziga hammasini palon qilib yozishim mumkin, video qo'yishim mumkin. Menga buni vaqtim o'tkazishdan hojati yo'q, lekin Dabbatlar chiqadi, qarg'aydi deylar. Maqsadim nima? Quyosh mag'ribdan chiqishi deylar. Bu g'arb mamlakatlar islomga kirish kerak, ahli islom, ahli yevrey, ahli xristian, ahli kitobni islomga keltirishimiz kerak. Senga Misr chiqsa, senga o'xshagan bu alvaray, valbaro musulmonga birodarsan. Sen demak Muxtor yana saroy mulla deb qo'yapsan. Abror Muxtor bilan sen birodar emassan demak. Kim bilan birodarsan? Mo'min bilan birodarmisan? Abdul Mo'minmi? Nima deydi? Ana varaqaniki. Hayotingga birodar bo'lmaysan. Keyin mana bu bir-biringni go'shingni o'sha qo'layni paloni ham bo'lmasa, yetta kuchuk o'tarlar o'tib ketasanlar. Men garantiya beraman sizlarga. Tirik qolsang ham shunga Xudo biladi. Tirik qolsang ham shunga Imom Mahdiga ergashinglar ergashasanmi yo'qmi? Xudo biladi. Abror Muxtoring ham ergashamiz, Imom Mahdi chiqsalar degan, Xudo biladi. Men chiqib turibman, ergashadimi yo'qmi? Xudo biladi. Chunki Quyosh mag'ribdan chiqishi Dabbatil Arsni ko'p bitta joyga kelganmi, ha? Abdullah ibn Amirdan radhiyallohu anhudan keyin Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keyin yana Dajjal qo'shilgan. Nima uchun bu ikkovi bu Dajjal yo'q, Dajjoling mana shu tuzumlar, Qur'on yo'q, hadis yo'q, hamma tuzumlaring bu Dajjal yo'qdir islomga, ya'ni Dajjaldir. Demokratik tuzum yelkasa tog'dek nom bo'ladi. Senga o'xshagan musur bir ko'zi odam bo'ladi, yuraversa. Mani necha yil umrim bu? Mani chiqadi 5 yil, 7 yil, 9 yil deganlar. Ya'ni o'zimga 56-57 yoshga bo'lsam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoshgacha olmush, yoshgacha o'zi aytganday 7 yil, 6 yil, 17 yil umrim qolgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 40 yoshga saylangan bo'lsalar, Qur'on Karim deyilgan osmondan 7-osmondan 1-osmonga tushirildi degan gaplar bu hadislarga ham, qayerga ham xalqni gapimi, tafsirchilar aytganmi misol.
birinchi Osmondan keyin asta 23 yil mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelganmiz. Meni ham 40 yoshimga saylaganmiz. Alloh saylaganmiz. 41 yoshimga saylagan bo'ringa. 40 yoshimga saylab iloji yo'q edi, chunki qahtonli kishi asob bilan boshqaradigan Usama bin Laden tirik edi. 41 yoshimga o'ldi. 2011-yil o'ldi. 7-yilga Alloh meni sayladi uni o'limidan keyin kechqurun soat 20 da Moskvaga. Nima uchun Moskvaga? Chunki Rossiya, Yevropa, Amerika ahli kitob islomga keltirishimiz kerak. Bular bilan akasan, ukasan yaxshi deb, yaxshi da'vat qilish kerak, muloyim gapirish kerakmi? Muloyim gapirish kerak. Lekin da'vatlar nima? Da'vatlar sukunat qarg'adi, metga qo'yadi. Yana nima boni qo'liga? Sulaymonni tayog'i, Sulaymonni o'ziga Musoni tayog'i deganing bu haq huquqi Alloh taolo deyli imkonlarni berib qo'yadi. Ya'ni men 41 yoshimga saylanganman, menga ham birinchi osmonga xuddi o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on karimga ham Allohning buyruqlari shunaqana keltiribdi. Yangi brigadir degani ham Alloh qalbimizda, dilimizda hadis bu. Menga turibdi degan ham sen yangisan razbor biz degan mushkam mutashabbihatlarga biz degan joy biz deganing bu Allohning ismi bu biz. Qanaqa biz desang shu ruhlar hamma yoqqa sachriladi, yana yig'iladi, Allohga qaytamiz. Qol innallohu va inna ilayhi rojiun degan ruh jon Allohga birlashamiz. Allohning omonati qaytarib beramiz. Yana qaytaradi. Yani hindlargidek boradi, keladi, o'ladi, eladi bu Allohning ilmi. Men senga shularni nima uchun aytayapman? Mana shu gaplaringga qarshi turganim uchun. Sen musulmon deysan, musulmon birga deysan, alvaray, valbarasang, o'sha xolanning paloni bo'lasanmi? Suka. Ahli kitob bilan urush qilsang, o'ldirsang, o'zing tamom bo'lding, musulmon degan davlating qolmaganmisa, o'zingga yana u nima deydi? Burgutni kattagimi nima deydi? Ana u kinoga, shunga o'sha bir kattaga kirib olib, Sergeyga domga turasan, o'sha qayergadir kimni tagigadir yotib bekini video chiqarayotganmisang, dalbayob eshak, buni ochiqcha bir nima qilish kerak? Ochiqcha da'vat qilish kerak, chiroyli da'vat qilish kerak, birikish kerak. Ahli kitobni ularda ham dindorlar bor, uni ham Alloh deydi. Billayt yo'llari bormi? O'shalarni biriktirish kerak. Razbor so'ziga qo'yilgan. Raz bu bir, bu adin ham bu, yedin ham bu, adin bu, qanaqa yana pervi degani bu birinchi, bularga Alloh yo'q, razga Alloh bor. Raz degani o'sha biz so'ziga to'g'ri keladi. Hamma yoqqa razdavat, razberat tarqalgan bitta. Hammaga yerga ham, osmonga ham tarqalgan, lekin bitta bu. Bu nimadir? Raz, Alloh bor deyapti, Alloh bor deyapti. Razbor qilganga o'zingni foydangga razbor qilma. Allohdan qo'rqqan holatingga razbor qilyapti. Razborchiliging men turibman bergan. Sen musulmonlaringni yig'ib nima bo'ladi? Qaysi musulmonni yig'ding? Chiq mana 1000 tayin olib chiqasan, million tayin olib chiqasan, bir kundan oshmaysan, bir hafta, bir yildan oshmaysan. Musursan, yig'a olmaysan ham bekor odamlarni miyasini g'ovlab o'tirasan, eshak. Undan ko'ra meni xalifaligimni e'lon qilib yozolmasang, e'lon qil, ko'ngil sukunmasdan gapir, astag'firulloh. E'lon qilani ozodlikni nimasi, sukunmasdan gapiray, yana nimada xalq tuzmi, el tuzmi degan nimalar bu O'zbekistonni g'idir-bidir qilyapsanlar. Gapir, mana bu kunta alhamdulillah deb nomini qo'ygan Allohga hamd aytadigan kuntalar va menga sukun yozayotgan kuntalar tiqilyapti. O'zib yozgan, O'zbekistonni sevayotgan, nomini sevadi. Misr O'zbekistonni sevsang agar dobbatlarda Imom Mahdini chiqishini, Quljahjahda chiqishini, qani qaysi shayxing tasvirlab beradi, Iso alayhisolamning kelishi bilan hatto Imom Mahdini kelishi bitta odamligini hatto men degan shayxlaring nima qilib bera olmadi. Molla Misrlar Mustadrak al-Hokimda ikkovi va Iso ibn Maryamdan o'zgasi Mahdiy emasdir deganlar. Ya'ni ish shiddat bilan keskinlashib boraveradi. Din orqaga qarab ketaveradi. Insonlar baxil, xudbin, qizg'anchiq va ziqna bo'lib boraveradilar va Iso ibn Maryamdan o'zgasi Mahdiy emasdir. Ya'ni ish shiddat bilan keskinlashib boryaptimi? Xuddi tasbih donasiga to'kilganday 10 ta alomatlar to'kilib kelyaptimi? Birin to'kilib tatarapatar bir dobbatlar man deyapmanmi? Isolar kelishi Mahdi, men o'zi Quljahjanman. O'zi qahtonlik ketdimi? O'zi mana bu o'zi men 2011 saylanganimda Suriyadagi fitnalar boshlanadi. Shundan 11-12 yillarga chiqadi deylar. Men o'zi meni sayladi Alloh, o'zi Suriyaga fitna boshlandi. O'zi meni saylagandan boshlandi. 2011-yil o'sha boshlangan o'zi Suriya. Yana maktab devoriga nima deyman? Maktab devoriga maktab o'quvchilari, seni vaqting o'tdi, doktor deb yozgandan keyin o'zi 11-12 yillarga Imom Mahdi chiqadi deylar. Necha yil bo'ldi? O'tib ketdi mana 2 yildan beri deb qo'yaman. 2011ga bo'lsa 12 ga qo'shsam, 11 ga qo'shsam 2022-23 dan o'zim Mahdi chiqish kerak. Qani ko'rmayapman-ku. Misrlar aqli yurgizmaysanmi? Vaqa tortasan, to'g'ri qulfulloh ahad, Alloh bir deb nima qilish kerak, lekin mutashobbih kim tushuntiradi? Menga o'shayan yangi Alloh saylagan Isoni ikkinchi kelish hammani sud qiladigan saylamaydi. Men Abroni saylaydi, hammani bilan debat qilib, hammani suku vaqa itarayotgan o'sha bitta
galavarez bandasi bo'ladimi yerda bu dalbayob yeshaydan bo'lgan dinni nima qilib oladimi o'zi mana bunaqa 15-25 yoshlarda misrlarda manqut qilib yig'ib oldi o'zini girdidan misr o'zini orqasini himoya qilib sukalar bilan bo'lganing yaxshi qabul olinmaydi deyapti yangi Iso alayhissalom bo'lmasa mana bu oxirgi zamon alomatlarga Imom Mahdi haqida qabul olinmaydi deb vaholanki Qur'on Karimni yarimidan ko'pi o'zi mana shunaqa narsa o'xshatishlar nimalar bilan kelgan yangi Nur surasiniga aytganingda Allohning nuri nimaga turishi ham yangi zaytun nimasini ham erta bilangi videoni ko'rdim zaytunni san aytayotganda o'sha vattini va zaytuni deysan bu davo pavoda surayotsan oxiriga aytmayapsan yangi videoni boshqa bo'lib qo'yganmi Alloh hukm qiluvchilarni chiroyli emasmi deb yoki bo'lmasa insonni go'zal shakl shamolda yaratdik deb hamma payg'ambarlar o'shadan chiqqanmi demak mana bu yerga bo'lmasdan mana shu yerga chiqaraman ya'ni nima deganlar Madina xor bo'ladi uni masjidlarda itlar tulkilar bavul qiladilar deganlar Suriyaga boradi Imom Mahdi yo'q borganim yo'q bayat bo'lmaydi ham bo'lmaydigan ham yangi Baydoga yer yutadi degan ham hammasi ma'no beradi mana shu yerdan Sarasayron Makka shahrining jufti yer xotini bo'ladi bu nima deganda qutbiddin endi inshaalloh Arktika Antarktida bo'lganday yer mana bu Imom Mahdining joyi shahri Makka ham azizda inshaalloh beram Makka shaharlar onasi bir shaharlar otasi bo'ladi inshaalloh ya'ni har bir qarshi yer masjiddir deganlar tinchlik bilan bo'lmaydi arab sigarlar yerdan sug'urib tashlamasang bo'lmaydi u narsalarni man qilingan supurib tashlash kerak u hayot bo'lmaydi bu qarindan o'tish ya'ni o'sha qiyomat soat deb qo'yibdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni deb ham aytganlar qiyomat chiqishidan oldin deb qo'yilgan ham dabbatlar inshaalloh milliard yil bu hayot bo'ladi lekin nima bilan bo'ladi menga bo'ysunsanglar biriksanglar mana bu xalqni oddiy mana bu gazandan misrlarda sukun yurayotganlar kim biriktiradi bular kallasini yig'ayotgan sanga o'xshagan dalba yo'q nima kimdir Sodiq Samarqandiy Abror Muxtor mana bunaqalarki mana bu nimalar komil yoki ilmdan nimasi borlarmi o'sha hizbut tahririyni ham olib kelib kallasini bir tiqishga u nima u varaqa sharaqalar xalifalik davlati qayerga bo'ladi bir ikkita yangi nechta samolyotga puling yetadi sanlar gapirqani samolyotga chumchuqda uchirib o'ynatib yuribdi Tramp kallang olmaydi mol nima bo'lmoqsan xalq tizmoqchimisan o'sha aytganda Afg'onistonga borib yashadim inshaalloh O'zbekistonni shunday qilaman dunyoning birinchi raqamga keltiraman Alloh qudrati bilan inshaalloh la havla va la quvvata illa billah assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh chiqor undan so'ng san ham ketasan miltiqotarlar kuchuk otarlar otib ketmasdan mayli bizda tarafdan hech kim bo'lmaydi sangayu har bir ko'chadan qolgan bir gazani otib tashlamasin deymanda shuning uchun e'lon xalfayni tamom